Judayam qiynalib ketdim. 17 yildan beri sudurga beradi. 7 yildan beri yotoqda qizim. Iltimos, shu balajonimga yordam beringizlar. 7 yil 8 yil oldin qattiq orqa miya bilan yiqilish oqibatida falaj bo'lib, bo'ynidan pasti o'ziga bo'ysunmay ishlamay qolgan. Men shu 4 farzandim bilan uyda hech qayerda ishlay olmayman. Lolani 1 minut hech qayerga tashlab keta olmayman. Hech kim ishonmaydi, lekin buni turg'izib, yurg'izib ko'rsatsam, balagaram bir qadam tashlay olmaydi, zalnimlab chopib yuraydi-da. To'yini ko'rishi balamni iltimos qilaman. Ukalariga boshimizin 3 farzandim bor, ular sog'lomgina, Xudoga shukr. Lola qizim, qora ko'zim. Yaxshi bo'lib ketasa, hali Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Iltimos, yordam beringlar. Xudo xohlasa, nasib bo'lsa. Lolajonim. TSPay ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistonning istalgan Uzcard, Humo va Visa kartalariga eng yaxshi kurslarda pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz va bundan tashqari svet, gaz, suv kabi kommunal to'lovlar hamda 50 dan oshiq turdagi to'lovlarni onlayn amalga oshirish mumkin. TSPay ilovasi orqali nafaqat pul o'tkazmalari va to'lovlar, balki avia chiptalarni ham arzon narxlarda sotib olishingiz mumkin. TSPay, yaqinlarni birgalikda quvontiramiz. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Shov To'y kanalining kuzatuvchilari, sizlar bilan men Jamshid Ismatov. Men hozirgina jigarlar Samarqand viloyati Narpay tumani Oqtosh shaharchasi Ahillik mahallasiga o'sha murojaat bo'yicha yetib keldim. Yetib kelib efirni boshladik. Ayrim sabablarga ko'ra, internet nosozligiga ko'ra efirimiz qotib qoldi. Iloj bo'lmadi. Ikkinchi marotaba ham efir qilib sizlarga ko'rsatmoqchi edim, lekin iloj bo'lmadi. O'sha uchun bu videoni olayman. Mana shu videoni ko'rayotgan har bir aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bir donadan like bosing. Xudo xohlasa bir haftada agar mana shu videomiz 1000 ta yoki 2000 ta like ga bog'liq aka-ukalar, agar 1000 ta 2000 ta like bo'lsa, bir haftada sizlarga juda katta rezultatni o'zlaringiz bor haqiqat ko'rasizlar, qanaqa rezultat bo'lishini. Faqat sizlardan iltimos. Biz hozir mana shu Ahillik mahallasi Oqtosh shaharchasiga Lola Hamidova juda ham ahvol og'ir aka-ukalar. Mana shu qizchani 17 yoshli Lola Hamidovani biz qutqarib qolmasak, bu orqaga ketyapti aka-ukalar. O'sha uchun mana hozir onasi bilan ikki og'iz suhbatlashamiz. Bu videoni butun xalq qo'shni respublikadagilarga jo'natib qo'yish uchun like ko'proq bosingizlar. Mana shu qizni qutqarib qolishimiz kerak. Yoshligida o'sha 7 yil 8 yil oldin qattiq orqa miya bilan yiqilish oqibatida falaj bo'lib, bo'ynidan pasti o'ziga bo'ysunmay ishlamay qolgan. Juda ham qiyin ahvolda yotibdi. O'sha uchun mana hozir onasiga yuzlanamiz. Onasi bor haqiqatlarni aytadi, yuragidagi nima gapi bo'lsa. Chunki biz mana shu yerga kelganimizcha onasi faryod chekib har kuni bizga yig'lab telefon qilgandan keyin oxiri majbur bo'ldik. Marhamat, gapiring. Assalomu alaykum. Bizlarni ko'rib turgan O'zbekiston ahli, aka-ukalarim, opa-singillarim, mana shu qizimni juda ham qiynalib ketdim. 17 yildan beri sudurga beradi. 7 yildan beri yotoqda qizim. Iltimos, shu balajonimga yordam beringizlar. Oyoqqa tursin, sog'ayib ketsin, sog'lom farzandlar qatoriga qo'shilsin. To'yini ko'rishi balamni iltimos qilaman. Ukalariga boshimizin 3 farzandim bor, ular sog'lomgina, Xudoga shukr. Faqat shu qizim bilan Alloh sinab qo'ydi. Bitta dadasi o'zi ishlaydi. Men shu 4 farzandim bilan uyda hech qayerda ishlay olmayman. Lolani 1 minut hech qayerga tashlab keta olmayman. Tashqariga chiqay desam, og'zi bilan qoplanib qoladi sudurga bergan vaqtida. Juda ham hech kimga ishonmayman bolamni. Hech kimga bermayman qaragani, o'zim qarayman. Jonim sog' ekan, ular o'lgunicha o'zim qarayman. Xudo xohlasa sizlar tufayli sog'ayib ketishiga ishonaman. Iltimos, yordam beringlar. Shu bolajonim oyoqqa tursin. Avval sog'lom edi bu. Tug'ma emas, yiqitib qo'yganimdan shunday bo'lgan qizim. Lola qizim, qora ko'zim. Yaxshi bo'lib ketasa, hali Xudo xohlasa. Senga ishonaman, kuchli qizsan, bolajonim. Yuraklarim adam bo'lib ketyapti shu qizimni. Qanchagina yurib turib ketishini ko'rsam. Iltimos, sizlardan Jamshid akajon yordam bering. Oxirigacha shu bir hafta 10 kun efir qilib berib shu bolajonimni oyoqqa tursin.
O barıp gele Hindistan'a şu operatsiya bo'lsa qildiraylik. Hamma qatori yurib ketsin. Hamma borib kelyapti-ku. Mana shu boshi faqat hamma joyi yaxshi chiqdi. Faqat boshi gematoma qotgan orqa boshida yiqilgan vaqti shu kattalashib nervi qisib qolyapti. Kuniga 5-10 marta undan ham ko'proq sudraga beryapti. To'xtamay qoladi. Nima qilay, madorim yetmayapti, kuchim yetmayapti buni. Bu turish qolib ketishiga umid yuragim dosh bermaydi, iltimos. Sog'ayib ketsin qizim, ayajon deb gapirsin. Avvallar gapirardi. Ovozlariga zo'rman, 1 minut ovozlari eshitishga zo'rman shuni. Mayli, xafa bo'lmang. Onajonim. Aka-ukalar, opa-singillar, qarang, bir chiroyli qiz Yaxshi bo'lib ketsin, iltimos. shu qizi uchun qo'limizdan kelgancha mana shu videolarni tarqatib, mana ekranda o'zlarini Sberbank kartalari, o'zlarini onasini nomiga ochilgan Humo kartalarni ekranga qo'yamiz. Qo'ldan kelgancha mana shu bir hafta harakat qilaylik. Qani aka-ukalar, qancha mablag' yig'ilsa ham o'zlarini qo'lida hozir 20 millionga yaqin mablag'i bor ekan. Bitta harakat qilaylik, bir hafta. Agar mana shu videomizga 1000 ta 2000 ta like bosib 100 ming 200 ming prosmotr bo'lib ketsa, aka-ukalar, rezultatni bir haftadan keyin ko'rasizlar. Ey Jamshid, otangga rahmat, onangga rahmat. Mana shunday yordam berishdan charchama deb butun xalq gapirasizlar. Kelingizlar. Tamam bo'layapman shu qizimni. Bo'ldi. O'zingizni bosing. 17 yoshli shu qizni qutqarib olmaylik. Buni hech kim ishonmaydi, lekin buni turg'izib, yig'izib ko'rsatsam, balaganim bir qadam tashlay olmaydi, zang'illab chopib yuraydi-da. Bo'ldi. O'zingizni bosing. To'shakka mixlanib qoldi. Hech kim farzandi bilasin emas, hech kim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Kasal bo'lmasin bolalari, hech kimi kasal bo'lmasin. Aka-ukalar, mana ko'ryapsizlar. O'zimni yig'irib oldim. Hali xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Javob qaytarolmaydi faqat. Lolajonim o'zi. Bo'ynidan pastda harakat yo'q, o'zi harakat qila olmaydi. Agar sudraga bermaganda harakat qilaman deydi, turaman. Agar 3 kun sudraga bermasa, bu shunday turaman deydi. Bo'ldi. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'lsa ovqat yemay bir haftalab yutolmaydi. Mana bu to'kada ichiraman suvlarini yutolmaydi dashi. Xudo xolasa. Qanday bo'lib qol, ishda bolam yoshda hali. Xudo xolasa. Iltimos, yordam beringlar. Xudo xohlasa, nasib bo'lsa. Lolajonim. Asal qizim. Yaxshi bo'lib ketasan, ko'nglim sezyapti, yurib ketasan, g'arig'idan qolasan.